qilib beriladi. Sotuvchilar uchun optimga $7 qilib beramiz. Mana shu 5 ta so'shalka va garderobni 5 ta obunachimizni sovg'a qilamiz, har bittasidan bittadan. Ayollarimiz yosh ko'radigan narsalar. 40. Mana bu narsa 120 ming ekan. Assalomu alaykum barchaga. Biz hozir Namangan viloyati Chortoq tumaniga kelganmiz, sanoat zonasiga. Va bu yerdan sizlarga eng optim narxlarda, birinchi qo'l, juda ham arzon narxda so'shalka va garderoblarning narxlarini ko'rsatib o'tamiz va obzorini, qanaqa ishlab chiqariladi, hop, keyin narxlari qanday, dastavkalar qayergacha. Sizlarga 5 kishiga 5 xil so'shalkani xudo xolasa video davomida sovg'a qilamiz. Batafsil bilib olmoqchi bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir polni ishlab chiqarish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz bizga. Assalomu alaykum. Kamjon aka, salomatmisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Hop, hozir sizlarda mana shu turdagi so'shalka va garderoblar ishlab chiqarilar ekan. 3 xil dedinglar-a so'shalkani. Turdagi so'shalkalar ishlab chiqaramiz. Xo'sh, birinchisi bir etajkali, xuddi shu rasmni ko'rganinglardek, bir etajkali simli bo'ladi. O'zini paypoq qurtga deganlari ham bor buni. O'zimiz ishlab chiqaramiz. Sifatli, egilib, ko'p yillar xizmat qiladi. Ya'ni egilib ketmaydi unchaga, zanglamaydi. Ikkinchisi 2 qavatli ekan-a? Xuddi shu rasmdagi bilan bir xil bo'ladi. Shu rasmdagida trubali bo'ladi. Demak, trubalarni ishlab. hozirda sanab chiqqanimizda bu 7 ta, bu ham 7 ta bo'ldi. Farqi bunda 2 qavatli bo'lar ekan, turbali bo'lar ekan. Keyin umumiy hisobda 14 ta keyin, bunga ham 14 ta keyin, hamdasa paypog'i alohida 14 ta kiyimdan tashqari. Qurtadigan antenna alohida bo'ladi. Bular endi hamma biladigan so'shalkalar. Endi bu yoqda oyoq xili bor ekan-a? Bu ham katta, bu ham yangilik. Ya'ni bunga ballonlar qo'shilgan. Ballonlari bor ekan. Balandligi ham katta, taxminan 1.60 cm chiqadi balandligi. Bemalol qishki paltolarni, ayollarni, misol kiyimlarini bemalol ilgak bilan, ya'ni veshilka bilan qurtsa bo'ladi. G'ijimlab, oralariga og'irlikni ko'taradi, mustahkam. Bemalol ko'taradi, balonli ko'tarib, uy ichida, ya'ni sudrab ko'tarib o'tirmaydi, uy ichida. Kiyimni o'zi bilanlar sursa ham bo'lar ekanda, joyini o'zgartirsa bo'lar ekan. Joyini o'zgartirsa. Anchagina qulay. Hop, keyingi narsalarimiz garderobimiz bor. Hozirgi kunda kelinlarga ko'proq olishadi, sababiki kelin sarposiga shu kiyimlarini qo'yishadi. Tagida 2 qavat tufli pastavkalari ham bor, oyoq kiyim uchun pastavkalari ham bor. Balonli, buni ham yoqqa jildirsa bo'ladi. Qolaversa, uyda ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Qishki kiyimlarni, yozgi kiyimlarni qo'yib qo'ygani juda akkuratli, chiroyli turadi. Doim ham shkaf ichini ochib qo'yish udobli bo'ladi. Talabalarga ham zo'r ekanda, ko'chib yurishadi. Juda hadovoy, o'zimizning rayonlarda, viloyatlarda juda zo'r sotilayotgan mahsulot. Xo'sh, mahsulotlarimizga garantiyasini beramiz. Qaysidir qanaqadir braklari chiqsa, bemalol almashtirib qaytarib olamiz. Garantiyalar demak 1 yilgacha bor ekanda. Savdogarlarni hamkorlikka chaqiramiz. Ya'ni Namangan bo'ylab dastavkalarimiz bepul, 150 tadan boshlab olgan har bir mijoz uchun yetkazib beramiz. Vodiy bu Andijon, Namangan, qaysi tochkasidan qat'iy nazar yetkazib beramiz. Faqat sharti shu 150 tadan ko'proq olgan. Bir mashina to'lish kerak ekanda. Kam olganlarga kelishamiz, yo'l kiralarini o'zlari yoki bo'lmasa 50 mi ularni hammasini Toshkent, Voha, mana Qashqadaryo, Sirdaryo, Samarqand, boshqa Voha viloyatlariga ham 300 ta olishganga bemalol dastavka qilib beramiz. 300 tadan kamiga kelishamiz, balkim 50 qilarmiz, balkim o'zimiz qilib beramiz, kelishamiz. Narxlari ham juda qulay. Aytib o'tsa bo'ladi. Eng optimal aytaylik, hali sotuvchilar uchun qanaqa beriladi? Sotuvchilar uchun optimga $7 qilib beramiz. Mana shuni. $7. Eng kichkinasi $7. Taxminan o'sha 85 ming atrofida to'g'ri keladi. Taxminan. Xo'sh, 2 tashkali trubaligimizni $8,5 qilib beramiz. $8,5. Demak, $1,5 farq qilyapti. $1,5 farq qiladi. So'mga taxminan bo'yicha 105 ming, 106 ming bo'ladi. Taxminan. Uni hozirgi kursga cho'q olishaveradi. Endi biz o'zgarib turibdi. Dollar sifatida kirgani uchun chetdan dollarga cho'q beramiz. Xo'sh, eng kattamiz $14,5 hisoblanadi. $14,5. Taxminan 180 ming atrofida bo'ladi. Hozir ko'pi bilan 180 ming bo'ladi. Hop, keyingisi garderoblarimiz $14,5 bu. Bir xil ekanmi narxi? Ikkalasi $14,5 dan. Buni arzon varianti bor. Ularimiz $13. $13, $1,5 farq qiladi. Tufli pastavkasi bitta bo'ladi, bir qavatli bo'ladi.
Shu agar 2 qavatini olmoqchi bo'lsanglar, $1,5 qo'shimcha to'lashinglar kerak bo'lar ekan. Profilida sal farq qiladi. Hmm. Asosiysi shu mahsulotlarimiz bor. Telefon raqamlarini qoldiramiz, bemalol murojaat qilib, yo'qni yana gaplashamiz, yangi biznes boshlaganmiz. Zo'r. Imkon qadar sizlarning shartlaringizni ko'rib, xizmat qilishga harakat qilamiz. Keyin faqat hozir naqdmi yoki perchislini qilsa ham bo'ladimi? Yo'q, agar plastik kartochkaga naqdga savdo qilamiz. Asosan shunaqa. Hozirchaga perchislimiz yo'q. Demak, bitta zavodda ham shunday bitta aylantirib qo'yamiz. Qanaqa ko'rinishi, boshqa. Demak, hammasi mana shu Xitoy texnologiyalari asosida. Hali sepadigan narsalari ham bir boshqacha ekan-a? Hali unli narsa sepamiz dedimi? Kraskalari ham yaltirab chiqadi. Unaqa dag'al yo bir nima desam, shishiladigan bo'lmaydi. Silliq, chiroyli, yaltirab turadi. Kraskalari ham ko'chib ketmaydi. Misol uchun issiq yoki sovuqda kraskalari o'z holatini o'zgartirib, ko'chirib, palaxsa bo'lib ko'chib ketib qolmaydi. Ishonchli. Shuning uchun ham bemalol qo'rqmasdan garantiya beramiz kraskasiga. Chunki yoz kunlarda tashqarida foydalanishadi ko'pchilik, qish kunlarda ichkarida foydalanadi surishliklarni. Shuning uchun kraskalarimiz ishonchli zo'r. Mana shu texnologiyalarda akalarning sepish jarayonlari. Xo'p, sepish jarayonlarini bitta tushuntirib olasizmi akam? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sepish jarayoni shu. Nimada sepiladi? Nima sepyapsiz hozir aka? Kraska, oddiy unga o'xshagan kraska. Unga o'xshagan. Xo'p, keyin quritamiz dedingizmi aka, qanaqadir gradusda? Pechkaga tiqiladi, mana pechkaga tiqiladi. Ha, bu yerda ham pechka. Pechkaga terib tiqib, Shunda 80 gradusda pishadi. Ha. Mana kraskalari erib, yopishadi. Oddiy kraskadan nima farqi bo'lar ekanda? Mustahkamligida, boshqasida. Zo'r. Rahmat akam. Xo'p, mana shu jarayon. Keyingi narsa, hali boshida videoda boshida aytib o'tdim. Konkurs qilsak degandik. Agar ma'qul desizlar, shu 5 ta so'shalkalarda 5 ta obunachimizga, ko'rgan odamlarga, vaqt ajratganlarga bir sovg'a qilsak, hadya qilsak degandik. Ma'qul desizlar. Xudo xolasa, buni ham qilib beramiz. Xo'p. Aktivni ko'tarib, yaxshi aktiv qilib bersa, qilib beramiz. Ha, sharti demak, komment yozish kerak va like bosish kerak. Xo'p, keyin sizlarda Instagram va Telegram kanallariga obuna bo'lgan bo'lish kerak, a? Albatta, albatta. Xo'p. O'zimizning Instagram, Telegram kanallarimiz bor. Bizda o'zimizning do'konimiz ham bor. Bundan tashqari, so'shalkadan tashqari maishiy texnika, uy rozg'or buyumlari, ya'ni idish tovoqlarimiz ham bor, tefal, shunday o'xshagan tarikalarimiz ham bor. Narxlari juda ham hamyon bor. Ha, ko'rib o'tdik boshida. Bir videoda oxirida yana do'konning ichini ham bitta chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Demak, sharti mana shu bundan bitta xudo xolasa obunachalarimizga, bundan bitta va bundan bitta va yana buni arzonroq varianti bor dedingiz. O'shanda 5 ta so'shalka va garderobni 5 ta obunachimiz sovg'a qilamiz, har bittasidan bittadan. Sharti, xo'p, kommentariy yozishingiz kerak, like bosishingiz kerak va akalarimizning Instagram va Telegram kanallariga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak bo'ladi. Va nasib kommentariy soni 1000 ta bo'lganda, xo'p, mana shu konkurs random orqali tanlaymizda, shu 5 kishiga xudosi sovg'alarni yetkazamiz. Faqat sharti 2 tadan yoki 3 tadan ko'p komment yozmasliklari kerak. Hamda kommentariyalar yozayotgan kommentariyalar saviyaliroq bo'lishi kerak. Shunchaki yurakcha yoki boshqa narsa qo'yib qo'ysanglar, uni hisobga olamiz. Saviyaliroq komment yozsanglar afzal bo'ladi. Kanallarga ham o'tgan bo'lishlar kerak. Keyingi narsa mana shu juda ham sifatli ekan. O'zbek brendi. Mana shu Made in Uzbekistan degan narsalarni doimiy qo'llab-quvvatlab turaverish kerak. Shu narsalarga e'tibor bergan holatda demak xarid qilaverasizlar. Keyin donaga ham sotiladi, aka. Donaga ham sotamiz. Faqat yetkazib berishi, uni kelishiladi. Zimmanglarda bo'ladi, yetkazib berish. Xo'p, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Akalarimizga rahmat kattakon. Chiroyli video uchun. Hozir mana do'kon va skladga kelganmiz. Skladni bir qator ko'rsatamiz, keyin do'konni. Xo'p. Ko'rib turganinglardek, mana shu joyda biberlar ko'p. Har xilidan tanlab olsanglar bo'ladi. Cheklanmagan miqdorda. Endi bu tarafda do'kon joylashgan. Xo'p. Mana shu do'kon. Narxlari ham juda yaxshi narx ekan. Bu yerda bo'lsa 100 ming. Hop. Bir ichkani aylansak bo'ladi. Mana shu narsa. Mana 33 ming deganmi? 110 ming ekan-a? 110 ming. Assalomu alaykum. Hop, pasavshilar mana 240.
400.000 so'm, 520.000 so'm, 540.000, 1.650.000 so'm qaynatadigan zonasi shu. Hop, 185.000. Har xil narsalar topshirib bo'ladi. Eng qiziq juda ham arzon narxlarda. Mana bu qozonlar 70.000 dan bor ekan. Tifallar. Hop. Yaketda anaqa narsalar bor. 15.000, 20.000, 190.000, 120.000, 180.000 dan qozonlar, mikserlar bor ekan. Choynalar 135.000, 60.000, 22.000 ekan. 95.000. Juda bir chiroyli narsalar bor ekan. Narxini ko'rib maza qilasizda. Mening narxlar yoqdi, juda yoqdi. Har xil mana ayollarimiz yosh ko'radigan narsalar. 40. Mana bu narsa 120 ming ekan. Estetikniydi. Estetikani yosh ko'radiganlar uchun 50 ming. Buni bilmadim, komplektni boshqami? 20 mingdan ekan. Xillari bor ekan, qaranglar. 230 ming. 12 ming so'm. Mana qoshiqlar, vilkalar VIP. Hop, to'rt pishiradigan opalarga bo'lsa kerak bu narsa 23 ming ekan. O mana pichoqlar 7 ming so'm. 65 ming tahtakachi. O oynak. 250 ming so'mdan. 85-65 tifallar. Ha, 30 mingdan choynalar. 22 ming, 55 mingdan termizlar, 40 ming. 40 ming, 35 ming, 55 ming. O mana qani. Garderoblar ham bor. 750 ming ekan. Zo'r ekan. 20 ming so'm. 70 ming so'm. 60 ming termizlar. 185 ming, 120 ming, 80 ming, 100 ming, 110 ming. Mana har xil narsalar 38 ming, 20 ming, 8 ming tarelkalar. 2,5 ming yozilganmi shunaqa. Hoppa. Cho'qayni 240 ming, 230 ming, 140 ming, 140 mingdan. 240 ming ekan komplekt. 245 ming komplekt. Chiroyliligini qarang. 320 ming ekan mana. Juda go'zal narsalar. Hop, nima kerak bo'lsa xolos topsanglar bo'ladi-da uylarga, kelinoylarga, boshqalarga. Juda chiroyli maskan. Tepada kontaktlari bor, telegramlari bor, o't olsanglar bo'ladi. 240 mingdan ekan. Namangandagi eng chiroyli, eng yaxshi narxlardagi do'kon. Ko'pchilik misol narx uchun ham kelar ekan bu yerga. Odamlar qaranglar, ko'pigina. Bemalol zakaz qila olasizlar. Tarozlar 200 ming so'mdan. Qozonlar bor. Mana bunaqa narsalar. Xolos, yo'q narsani o'zi yo'q. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. 50 ming. Nima edi bu? Lekin zo'r narsa ekan. Lint ham bor. Nimaligini bilmadim lekin. Zo'r. Kelaverasizlar. Namangan, Chortoq tumanida joylashgan sentrdan juda teparoqqa chiqqaninglarda.